Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz a'zolari. Ilotech yana yangilik qilishda davom etadi. Oldingi safar kelgan joyimizga yana kreslolar xarid qilgani keldik. Shu videoni YouTube kanalimizga qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin. Eng birinchi o'tdim joylaridan, shunaqangi loft mebellardan tortib o'zimizga olgandik. Qorasidan shuni endi ko'klar ishlab chiqarishibdi akalarimiz. Boshqa stollar, shunaqangi har xil ko'rinishda. Hop, hozir kreslo xarid qildik. Paketga qilib chiroyli holatga keltirib berishyapti. Seyflar, shunaqangi igrovой kreslolargacha bor ekan. Bularda mana zo'r tarafi oyoqlari ham chiqar ekan, bemalol pastda oyoq qo'yadigan joylari bor ekan. Ofisingiz uchun 180 gradusga yotar ekan. Qo'llari ham pastga tushib. Shunaqangi zo'r optim joyga kelganmiz. Hozir shu kreslodan hamda narigilardan xarid qildik. Kanalimizda joylab boramiz. Kompyuter stollar ham bor ekan, bemalol murojaat qilsalaring, optim narxlarda kelishtirib, yetkazib dastavkalarimiz ham baholasi qilib beramiz. Bu tarafda shunaqangi donali stolchiklar ham bor. O'quv markazlariga, misol majlis zallariga, tibbiyot xodimlariga ham zo'r, misol stomatolog akalarimizga o'tirib olib ish qiladiganlarga har xil rangi, har xil ko'rinishda bor. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Optim narxlarda taklif qilamiz. Boshqa kreslolarda 20 ga yaqin. Bu tomonda esa o'sha igrovой kreslo, setichnik kreslolarimiz, kompyuter stollarimiz, loft mebellargacha bor ekan. Ofisingiz uchun chiroyli shunaqangi har xil rangda zakazga ham esa berishadi. Murojaat qilishlari mumkin. Ilotechni kuzatishda davom eting. Hammaga kattakon rahmat.